tanishlarimiz bugun Yagona tabrik agentligi Kattaqo'rg'on tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasi Go'robaxtli xonadonni onajonlari bo'lmish Gulshan onamizni chiroyli qilib xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Albatta muzofi yo'lda yurgan farzandlar tomon ajoyib sovg'alarimiz, gullarimiz, totlarimiz, mana shunday chiroyli sahnalarimiz bilan onamizni ko'nglini xushnud aylaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun barchasi siz uchun onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlarini shohdek yuksak saylagan, o'zlarini onatib buvasini o'ylagan, otamni, onamni asragan Alloh. Xizmatida bo'lay dunyo turguncha, yoshim ulg'ayib qadrini bilguncha, biz farzandlar ularni rozi qilguncha, otamni, onamni asragan Alloh. Avvalambor assalomu alaykum, mana shunday chiroyli fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, mana shu fayzli xonadonni gulga nurga to'ldirib turgan aziz xonadon sohibi va sohibalari, aziz otajonimiz, onajonimiz, bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Shukronalik kunlar muborak bo'lsin. Bugun Gulshonoy onajonimizning muborak 47 yoshlari muborak bo'lsin. Bugun barcha yaqinlar bilan mana shu tug'ilgan kunlaringizni nishonlab o'tiribsiz. Bundan-da ko'p yoshlarni ko'rib yuring. Biz ham agentligimiz tomonidan qalbimizdagi hamma samimiy tilaklarimizni, izgu niyatlarimizni barchasini sizga tilab qolamiz. Har doim baxtdan siyinib yuring. Otam bilan qo'sha qarib farzandlaringizni rohatda ko'rib yuring. Albatta bugun Gulshan onajon, bugun Rossiyadan aziz farzandlaringiz, mana shu yerda aziz farzandlaringiz yaxshi niyatlar qilibdilar. Bugun 7-yanvar sanasida uyimizda katta bayram shodiyonasi. Buni sababchisini bilasizmi? Bizni jannatimiz, duogo'yimiz, saranjonu sarishtamiz, mehribonimiz, dunyolarga alishmaydigan boyligimiz onam bizni tug'ilgan kunlari. Ularni kelib xursand qilib keting, ularni ko'ngillarini ko'tarib keting deya bugun farzandlaringiz Mehrjon akamiz, Sohijon akamiz, Jalol akamiz, So'z akamiz, Maqsud akamiz bugun yaxshi niyatlarni qalblariga mustajo aylab, yaxshi so'zlarni bitlab bugun uyingizga bizni chaqirib qolibdilar. Ilohim mana shu farzandlaringizni rohatlarini ko'rib bering. Bugun yaxshi niyatlar farzandlaringiz nimaga niyatlar qilib mana shunday chiroyli kunlarni sizga inom qilgan ekan, farzandlaringiz ham uni o'sib farzandli bo'lganlarida, yonlarida bolajonlari mana shunday tirgak bo'lganlarida sizlar ham yonlarida duogo'y turishlarini tilakdoshimiz. Albatta barcha yaxshi niyatlar bugun siz uchun mana shu chiroyli qarsaklar ham siz uchun ham mehmon joylar. Hamma narsa kutamiz, kelinglar, yaqin turib olasizlar. Albatta onajon, surprizlarni kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Balalarim sog' bo'lsin. Musofir yurtlarda yuribdi. Allohim ko'p asrasin. Ko'p farzandlarini asrasin. Shular qatorida ota-onamni, bosh egamni, musofirda yurgan farzandlarimni, qizimni, kuyovimni, kelin tushirdik yangi. Kelinim bilan o'g'limni ham Allohim o'zi panohida asrasin. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Tuprog'i oltin bo'lsin, oltin boshlari aziz bo'lsin. Baxtimga qaynona qaynotam, ayajonim bilan dadajonim, umr yo'ldoshim, ana shu farzandlarimni hammasi
hamisha tug'ilgan kunlarimda yonimda yursin. Ana shu yerga kelgan aziz mehmonlarga ham hammasiga xush kelibsizlar deyman. Doimo yaxshi kunlarimizga, to'ylarimizga shirin bo'lib yurishlaringizni tilakdoshiman. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun katta rahmat. Farzandlarim sog' salomat bo'lib, o'zlaridan ko'payib, ana shu hovlilarda nevara-chevaralarga to'ldirib yursin iloyim. Yaxshi niyatlarga chiroyli qasrlar bo'lsa, albatta bugun mana shu xonadoningizni farishtalari ikkala onajoningiz, qaynona onajoningiz, Nazira onajonimiz, Maryam onajonimiz sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha o'tirsalar, boshlaringizga do'g'oylaringiz bo'lib turaversinlar. Albatta bugun farzandlaringizni ajoyib sovg'alari bor ekanlar. Farzandlaringiz biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib havas qilganmiz. Ota-onalar farzandlariga davlatim otam, jannatim onam, bu mening onam dasturlarini qilganlardi. Bugun farzandlarni dilqo'ridan, mehr-nurdan yaralgan biz xohlagan mana shu ashulamizni bugun onamizga qo'yib bering. Onamiz uchun atalgan chiroyli sovg'alarimiz bor. Biz mana shu sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Bilma-bir barcha farzandlaringizdan qolaversa mehmonjoylarni chalib qolamiz. Ikkita yuzlarni o'qib, hammalaringiz tabriklayverasizlar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Kalbiga shodlikdan qo'rg'on qo'raman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni, onajonimni eng baxtli ayol qilaman. Marhamat, tabriklar qo'yamiz. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga beraman, ketsin quvonib, axir yashayapti menga ishonib.
yana bir bora bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta quvonchli daqiqalaringiz ko'payaversin. O'shani xursandmisiz? Xursandmisiz? Albatta bugun xursandchilikning chek-chegarasi. Bugun mana shu fayzli xonadoningizga uzoq yaqindan qutlug' qadamlar, yaxshi niyatlilar bismillahir rohmanir rohim deya aziz mehmonlarimiz tashrif berganlar bilamiz. Keling mana shu mehmonlarimiz nomlaridan birinchi navbatda mana shu xonadonni qirolicha onajonlari bo'lmish Naziraxon onajonimizni, Maryam onajonimizni davramizning badiiy maydonidan chorlab qolamiz. Ilk so'zlarni mana shu farishtalarimizdan eshitib davramizning fayziga post qo'shamiz. Marhamat. Onajonlarimiz, marhamat, kelasi chiroyli kunlar muborak bo'lsin sizlarga ham. Assalomu alaykum. Marhamat, tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Mana bugungi 7-yanvar kunining sababchisi bo'lgan Gulshan qizimni tug'ilgan kuni ekan. Unga uzoq umr tilayman, baxt, saodat tilayman. Murodjonim mana qo'shsha qarisin. Vallarini huzur halovatlarini ko'rib, yana kelinlar kelinlarni ishlatib, shu hovlilarni to'zdiribgana, navara chavaralari ko'payibgana, so'yilibgana, o'ynab kulibgana yursin. Bularga baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman, taxtdan rivoj tilayman. O'ssin ballari o'zlaridan ko'payib, o'ynab kulibgana yursin. Uzoqdagi balalarim ham Rossiyadagilar, Ma'sudjonim, Mehrojjonim, hammasi sog' salomatgina bo'libgina yursin. Ishlarini omadini bersin. Tuproq olsa oltin bo'lsin. O'ynab kulibgina yursin. Uylar qilsin, to'ylar qilsin, tomoshalar qilsin, uylanib kelinlari bilan qo'shsha qarib, huzur halovatlarini ko'ribgina yursin. Aziz mehmonjonlar, mana bugun Gulshanjon tug'ilgan kuniga kelibsizlar. Xush kelibsizlar deyman. Hammalari sog' salomat, o'ynab kulibgina yuringizlar. Rahmat. Davrim gaplarga qo'shilaman. Kelinim bilan umrim qo'sha qarisin. Nasib bo'lsa qo'sha kelinlar olsin, umri uzoq bo'lsin. Ikkovi Rossiyadagi ikkita navorim ham omon bo'lsin. Nasib bo'lsa kelsin kelinlar olsin o'shalarga. Sherda yurgan navoralarim ham, kelinlarimiz ham hammasi qo'sha qarisin. Xush kelibsizlar bugun balamni kelinim tug'ilgan kunlariga. Rahmat. Rahmat, samimiy yaxshi niyatlar o'zlaringiz ham qabul qilsin. Albatta onajonlar, hali kelganimizda Munodirdan otamiz aytdilar, ikkita onam bor dedilar, ikkalasi ham bir chiroyli davralarga raqsga tushadilar. Bir chiroyli qo'shiq qo'yib bersam, sizlar boshchiligingizda barcha mehmonlarni davraga taklif etib, bir chiroyli davra raqslari bilan davramizni ko'tarinki ruhda davom etsak, marhamat, hammalarni taklifimiz, opa-singillarimiz, onajonlarimiz, amajonlar, kelasizlar, onajonlar, marhamat, boshlab beramiz. Bayraminglar muborak bo'lsin. Kulgan ko'zu chehrang bilan jodolading dilbar mani. Kulgan ko'zu chehrang bilan jodolading dilbar mani. Aytgin tanishdaysan o'zing qayerda ko'rganman seni. Aytgin tanishdaysan o'zing qayerda ko'rganman seni. Ko'pdan beri jon o'tadi
shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani o'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani ah bu kabutarmi yoki pari oy yuzi dilbar ko'lchi chiroyli ah bu kabutarmi yoki pari oy yuzi dilbar ko'lchi chiroyli deb ranjimang barchangiz oyuteksiz bizni ko'z bilan qarang ko'p yoshda ham gulmeksiz yoningizni haloli farzandlarni hayoli o'zbekimning ayoli ko'p yoshda ham gulmeksiz opalar opalar malikamni berikalar sizlarni beko'ramaylar Yoshlar
urmasin, qalbingiz hech qachon g'amni ko'rmasin. Opamizning manlari zarrasi marhamat ki bo'lasizlar. Bugun farzandlaringiz tomonidan sizlar uchun kutilmagan surprizlarimiz, bayramlarimiz, sovg'alarimiz bisyordir. Birma-biriga birgalikda qabul qilaveramiz. Marhamat. Otajonimiz kelasiz, Murodilloda. Onamning yonlarida turib olasiz, marhamat. Albatta bugun farzandlaringiz xursandchiligingizga xursandchilik qo'shish uchun ajoyib sovg'alar taqdirlagan ekanlar. Bilamiz-ki, har qanday bayramlar, shodiyonalar, shirinliklar siz ajoyib tortlarimiz o'tmaydi. Agar ruxsat bersangiz, davramizning badiiy maydoniga bugun tug'ilgan kun sohiba sohibalari uchun maxsus tayyorlangan bayram shirinliklarini qarsagila sadosida chorlab qo'yamiz, marhamat. Birgalikda shirinliklarni baham ko'ramiz. Qaynona onajonlarimiz, qaynota otajonlarimiz, mehmonjonlarimiz galma-galga kelib shirinliklarni farzandlar baham ko'ramiz. Marhamat. Otamiz, onamiz eng chiroyli shirinliklarni bir-birlariga yedirib qo'yadilar. Marhamat. Onajon, siz otajonimizga, otajonimiz onajonimizga marhamat. Kelasiz, marhamat. Qaynona onajonimiz, qaynota otajonimiz, onajonlarimiz, Gulsha yengamiz, onajon, otajonlari marhamat, yonlaridan kelasizlar. Marhamat. Onajonimizni qo'llaridan shirinliklar yeymiz. Marhamat, Gulsha yengamizni qaynota otajonlari, qaynota o'zlari dadajonlari shu yerdalarmi? Yedirib qo'yasiz, yangajon o'zingiz borib tarelkachani, likopchani olib borasiz, dadajoningizga yedirib qo'yasiz, marhamat. Birinchi tortlarni olishib olaylik, yana undan yaxshi niyatlarni eshitamiz, marhamat. Yigitlarimiz, tortlarimizni olib qo'yishlarimiz mumkin, davramizni ochib olamiz. Assalomu alaykum. Sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Akajon, keling, otajonimiz yonlarida turib olasiz. Mikrofonlarni havola etaman, chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz, marhamat. Arashmasam, bu mening onam studiyasi. Arashmadimi? Bugun bir yaxshi xonadonda, yaxshi bir to'yda ana duo qildik. Bu ham bo'lsa, suyangan tog'am, suyangan bog'am. Iloyim yuzlariga kelib yursin. Murodjonning qo'shiq arsin, baxti bo'lsin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Demoqchimanki, javob kelin Gulshan
nasip ederse kelinim İslam'a qo'lga olsa. O'g'ilni, qizni qilaverganim bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Endi hammamiz bu dunyoda g'aniyatmiz. Demoqchi bo'lganim o'sha o'g'illarni uylantirgan bolam. Nevarlarni halatini ko'rgan, to'yda tomosha qilib, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Uzoq safarda yurgan, Rossiyada yurganlar ham, nevaralarim ham hammani balasi o'zini baxtiga, o'zini kuniga omon bo'lsin. Biz hammamiz omon bo'lsak, dunyo tinch bo'ladi. Dunyo farovon bo'ladi, dunyo yaxshi bo'ladi. Omon bo'lar, sog' bo'lar. Uchun yaxshi yoshda yana bittasini ko'rgan bo'lam. Farzandlaring boshiga kelinlaringni bizani yo'laveradi. Yo'llar baxtga omon bo'l, sog' bo'l, Murod bilan bir umr birga bo'linglar. Biz mana shu yerga faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga kelaylik, omon bo'linglar. Bu mening darsiga ming marta rahmat. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi xizmatini qilib charchamanglar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Jonlarida mehribon dadam, so'zlarida mehribon dadam, kamtar dadam, toqsor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum. Birodarlar, bolalarning o'zlari mana bugun kelinimiz Gulshana tug'ilgan kun ekan. Avvalo bolam yana so'libdi, yana yoshlarni ko'rib yurdim. Inshaalloh shunday bo'lsin. Inshaalloh bolalarimiz ikkalasi qo'sha qilib bolalarni baxt tomonini ko'rsin. Qo'shaloq kelinlar olsin yana. İlanlarını ahraklarını korusun, nevara çuvalarını baksıkamanını korusun. Sağırıyla sağırın, bana mırtlarını sağırın, böyle koşulsun. Hayırlı bulması kızağımızı bana hoca sırarsın. Benim nasıl gelinlere koşalar, nevara çuvalarını bulup yürüsün. Canım boyumuzdan gelinlere koşaklar, Sevhardan, sevdavlat oluyorsunlar. Kasım boğazına, şikoğazına bereket etsin. Hayırlı bulması bulanın kızağımızı sana verasın. Harmanı gavruğuza serasın. Kıza havasınlar, sevhardan sevdavlat koyup, İlimiz yurtumuzca hısmat kısın. Yarın zinaka kışları yakınımızda olmadığımız, sıda olsa nasıl kutablar, kimse yaşlar iyisi olsun. Allah ömrümüzü korusun. Sağ selamet boyunlar, istegence niyetlerini yetip, şu ailede baht kamal kaptılar. Allah'ın şükür. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlarida mehribon dadam. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga xush kelibsizlar. Ayam tug'ilgan kunidan tabriklayman ayajon. Sizlarga kerak baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'ring. Sizni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Kelasi yil shu turni nishonlab yurish hammamizga nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat. Ishlaringizga omad, charchamaysizlar. Rahmat. Quvonchlar qasayli bo'lsin, Xudoga kelasiz marhamat. Shular niyatlarni endi sizdan eshitamiz. Hamma mehmonlarimizga rahmatlaringizni, onajonimizga samimiy tilaklaringizni marhamat. Avvalambor shunga kelganlar, odamlar, rahmat aytamiz. Bugun turmush o'rtog'imiz tug'ilgan kuniga yo'limda, men yo'lim deyman-da, hozir qoladi. Barcha buni ikkovimiz qo'sha qaraylik. 30 yil bo'ldi-da, turmush qurganmiz. 30 yil asli kim emas. 30 yil mobaynida mani 5 ta farzand ko'rdik. Shu farzandlarimiz mani ulg'ayib, uylantirdik, mani baxtim sundilar. Rossiyadagi o'g'lim shu bilan turmush qurganimga hech qachon afsus qilmayman. Har doim endi oilada bo'lardi, shunday mehrim bor bo'lsa.
Baxtlimiz, baxtli bo'l. Sog' bo'ling, omon bo'l. Bundan ham so'rdim, shunday tug'ilgan kunlarni ikkovimiz qadri chol kampir bo'lib, cholim kampirni o'ylaydi. Baxtli bo'laylik. Har doim sog' boshimga. Seni yaxshi ko'raman. Abadiy yaxshi ko'raman. Bir umr. Sog' bo'l. Hamma charchamizlar. Sog'lik salomat bo'lsin. Hammalar sog' bo'lsin. Charchamizlar. Rahmat, samimiy tilaklar o'zlaringizga qanot shunaqa mehr-oqibatlaringiz, xonadonlaringizga to'kin sovchiliklarga hech qachon sizlarni tark etmasin. Marhamat, yana bir chiroyli davraslarga hamma narsa taklif etamiz. Marhamat, hamma narsa taklif etamiz. Sarık saçlarımı uzun uzun orayım. Ben kimge gül yaparım, ben seni derim. Sarık saçlarımı uzun uzun orayım. Yedi boylu yaparım, ben seni derim. Kızdeydi divane, gel sözleri pekane. İçim bilmesin görüşelik dedi bilgane. Vay bana bilmedi yaptı, insanların kötü yaptı. Bunu benden girme, yapayım yapma yaptı. Vay bana bilmedi yaptı, insanların kötü yaptı. Magabelerden girme, şaşma yapayım yapma yaptı. Bulma başka bela, bir gün benden sevgine nara. Baba bulma fakat benden, dilim ağrısa şuna kara. Gece kızı şuna kıyırama, yüzümü cüda yakşı göremem. Sen de kamadın kollarını, maksadını yakşı bilemem. Vay bana bilmedi yaptı, insanların kötü yaptı. Buldu benden girme, yapayım yapma yaptı. Vay bana bilmedi yaptı, insanların kötü yaptı. Magabelerden girme, şaşma yapayım yapma yaptı. Mashinadan xursandmisiz? Bugun sizni ozgina bo'lsa ham xursand qila olgan bo'lsak, yuzingizga topilishdan o'ylasha olgan bo'lsak, yaqinlaringizdan ajoyib hadyalardan, dillardan yaxshi niyatlar yetkazib, mana shu foizli xonadoningizga o'zimizdan ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kun shukuhimizni sovg'a olgan bo'lsak, yagonam tabriklaganligi barvaqt xursandmiz. Har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube platformamizda, Telegram kanallarimizda yagonam tabrik deb yozsanglar, ertaga mana shu chiroyli videolaringizni ko'rib olasizlar. Tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tug'ilgan kunlaringizni yaxshi nishonlaylar. Marhamat, chiroyli tabassum bilan qaraymiz.